Assalomu alaykum. Baliq qiziqadigan akalar. Baliqlarga keldik. Bugun mana anchadan beri bugun vaqt topib. Mana shu ko'chkamiz har doimgidek. Dadam olib keldim. Bittamanda sahallab kelib oldik. Hari yerda dadam o'tirib endi palmalar chiqaryapmiz akalar. Suvlarimiz jicha mutniylashib qolibdi, lekin oladi xudo xolasa. Suyamiz akalar. Zo'rlardi. Tomosha qilishni davom etinglar akalar. Mana shu yerlarni ko'raman deyapman hozir. Bu yer plan A ga qo'ydim, plan B ga ko'prik tagi. Mana qilib ko'rib kelamiz, lekin o'ylar ham zo'r joyga oqizadigan. Ko'ramiz, bu yerlarni ham bir oqizib ko'raveraman akalar. Akalar mana qarmoqlarni ham tashladik, qo'ldonkani boshladim mana akalar. Hozir ko'rsataman. Mana chekiga tashladim. Bu yerlardan ham ushlaganman akalar, yaxshi sazanlar chiqqan. Sazan bilan karas ko'p chiqadi bu yerda. Ora-chorada laqa ham chiqib qoladi qizillikni yemga. Qizil nonga. Tomoshani davom etinglar akalar. Xudo xolasa ushlaymiz. Dadam ham tayyorgarlik ko'ryapti. Mana o'y to'qqizni ko'raman deyapman akalar. Mana mashinalardan yo'qsa oladi, xudo xolasa. Mana aka joyni qaranglar, ama zo'rligini. Akalar, yes mana akalar. Normal. Ha, inayimga qo'yib yuboradigan balig'imizdan ekan akalar. Ustoch ekan. Buni qo'yib yuboramiz akalar. Mana akalar. Qo'yib yuboraylik. Bor bir 300 gram chiqib qoladi akalar.
Ana akani qo'yaveryapmiz. Yasha. Ana akalar kurchoq, kichkina kurchoq. Çekilen mana bitta ushladim karasdan. 1,5 kilo olmasa bir 300-400 chiqadigan. Ana mana shu yerdan haligi ko'prik tagiga olmadi chota. Tepaga chiqib oldim. Suv chixralashib qolibdi, yaxshi olmayapti lekin. Yana ushlaymiz. Ya hurmatli baliqchi akalar, soat ham 11 bo'lyapti. Baliqni yakunladik. Bugun baliq o'ja o'sha o'rmadi. Ashi 4 ta karas chiqdi. Bitta sazan chiqib ketdi 1 kilo ya bu yoqda. Shu bo'ldi, suv ko'tarilib ketdi 1,5 metrga. Mashina hisobiga olmadim uncha. Kunlar isib ketdi. Bu salqinda turibmiz. O'rtoqga chiqib bo'lmayapti. Qaytib boryapmiz akalar. Xudo xolasa endi keyingi safar boshqa yerlarga boramiz. Bu yerlar ko'tarilib ketdi olmadi. Bitta karas ushladi. Hamma yo'q tegishdi, endi qaytyapmiz. Akalar, yaxshi qolinglar. Keyin ko'rishguncha.